السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إمام مسلم روايتلari. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu kishidan Huzayfa ibn al-Yamani o'zlari haqidagi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bergan savollari va u kishining javobi haqida bizga rivoyat qilib beryaptilar. Huzayfa ibn al-Yamani hammamizga ma'lumki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ulug' sahobalaridan. Bu kishini Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sirlari deb laqablashardi. Bu kishiga Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ba'zi bir sirlarni bayon qilardilarki, u kishidagi qobiliyat birovga Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sirlarini hech fosh qilmasdilar. Sirni fosh qilmaslikka hech kuch ketmaydi, birodarlar. Sirni fosh qilmaslikka shu indamay aytmay qo'ysa bo'ladi, shu o'zi. Lekin bu quvvat aytilishga sodda bo'lishligiga qaramasdan eng katta quvvatlardan hisoblanadi. O'zingiz bir hayotingizda o'zingizga bir savol qiling. Biror bir sirni hayotingizda, xususan birovning sirini bekitib o'tib ketganmisiz deb savol qilsangiz, albatta yo'q deb javob berasiz. Mabodo bekitgan bo'lsangiz, o'zingizni xalq o'rtasida sharmanda qiladigan siringizni bekitgansiz. Birovni bir sirini bekitib keta olmagan biror kishi. Magar Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlagan kishilargina shunday sifatga ega bo'ladi. Zohirda buni hech bunga katta quvvat sarf bo'lmaydi. Sirni aytmaslikka shu kuch sarf qilmasangiz, tep qo'ysangiz, kuchingizni sarf qilib aytiladigan narsa. Shu kuchni sarf qilmay qo'ysangiz, shu sir qolaveradi. Bovujud shunday bo'lishligiga qaramasdan, u tarixda bunaqa kishilar kam bo'ladi. Huzayfa ibn al-Yamaniga Alloh subhanahu va taolo mana bu xususiyatni bergan. Hatto rivoyat qilinadiki, Huzayfa ibn al-Yamani Madinada nechta munofiqlar bor, bularni ham sonini bilardilar. Lekin islom dini ularning zohiridan qabul qilib, qalblarini Allohga topshirishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam
zohirlarni qabul qilib, botillarini Allohga topshirganlar. Huzayfa ibn Yamoniyga lekin munofiqlarni bayon qilib qo'yganlar degan rivoyatlar bor. Hatto Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Huzayfa ibn Yamoniy Madinada bo'lib turib, biror bir janozaga bormasalar, bilar ekanlarki, bu munofiqning janozasi bo'lishi mumkin deb bormas ekanlar. Bu kishida yana bir xususiyat, doim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan o'zlari rivoyat qilib aytadilarki, odamlar yaxshilikdan so'rashardilar. Men bo'lsam doim yomonlikdan so'rardim. Yomon bu narsani yomonlikni so'rardim. Shu yomonlik meni topib qolmasin deb. Shu yomonlikni qilib qo'ymay deb, shu doim yomonlikdan so'rardim. Savol qildim dedilar, "Ya Rasululloh, biz johiliyatda yashab o'tdik va yomonlik bilan hayotimiz bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo bizlarga shu yaxshilikni olib keldi. Ya'ni islomni olib keldi. Siz bilan islom keldi. Endi bu yaxshilik keldi bizga. Biz yomonlik dedik, yaxshilik keldi. Shu yaxshilikdan keyin yana yomonlik bormi deb so'radi. Aytdilarki, ha dedilar. Demak, islomdan keyin, siz olib kelgan islomdan keyin yana yomonlik vujudga keladimi desam, ha dedilar. So'radimki, shu yomonlikdan keyin endi yomonlik, yaxshilik kelib, yomonlik kelgandan keyin bu yomonlikdan keyin yana yaxshilik keladimi dedim. Qola na'am va fihi daxan. Keladi. Ozgina bunda bir fasod bilan birga keladi dedilar. Ya'ni yaxshilik keladi va fihi daxan. Bunda bir fasod, ixtilofot, shunday. Daxan aslida tutun. Ya'ni tutuni bilan bo'ladi yaxshilikda. Va ma daxanuhu, buni fasodi, tutuni nima deb so'radim. Aytdilarki, qawmun yastannuna bi g'ayri sunnati. Shunday toifalar keladiki, meni sunnatimdan boshqa yo'lni yo'l tutadi. Meni sunnatim bo'lgan yo'lni tashlab boshqa yo'l bilan yuradi. Va mening hadi yo'llanmamdan boshqa yo'l bilan yo'llanishadi. Ta'rifu minhum va tunkir. Ba'zi ishlarni ko'rib juda bu islomdan deysan. Ba'zi ishlarni ko'rib va tunkir, bu narsa islomdan emas deysan. Ya'ni islomdan bo'lgan ishlarni ham ko'rasan, islomga zid bo'lgan ishlarni ham ko'rasan. Yana savol qildimki, bu yaxshilikdan keyin yomonlik bormi? Endi bu yaxshilik tutuni bilan bor ekan. Bundan keyin yana yomonlik bormi? Deysam, aytdilarki, ha. Du'atun ala abwabi jahannam. Jahannam darvozalarini ustida jahannamga chaqiruvchi kishilar. Kim ularni jahannam darvozalariga chaqirayotganligi ijobat qilsa, qazafuhu fiha, jahannamga uloqtirishaveradi. Men aytdimki, ya Rasululloh, sifhum lana, menga shularni bir sifatlab bering, kim ekanligini. Desam, aytdilarki, qawmun min jaldatina, bizi terimizdan bo'lgan odamlar dedilar. Va yatakallamuna bi alsinatina, bizi tilimiz bilan gapirishadilar. Ya'ni ular islomni inkor qiladigan toifalar emas. Bizi terimizdan bo'lgan toifalar va bizi tilimiz bilan gapirishadi. Ya'ni islom istilohotlari bilan gapirishadi. Shunda aytdimki, ya Rasululloh, agar men shu davrni topib qolsam nima qilishim kerak dedim. Musulmonlar jamoasini ushlaysiz va musulmonlar peshvosini ushlaysiz dedilar. Men aytdimki, agar shu musulmonlar jamoasi yu musulmonlar imomi bo'lmasa nima qilaman? Aytildi, fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Shu toifalarni hammasidan chetlan dedilar. Agarchi daraxtni ildizini tishlab bo'lsa ham, shu daraxtni ildizini tishlab bo'lsa ham saqlanib qolgin dedilar. Ya'ni hech bir narsaga aralashma dedilar.
agar shunday holatni topib qolsang, hatto o'lim seni topguncha dedilar. Sen mana shu ahdda qolgin dedilar. Bu hadis sharifdan biz o'zimizga shu xulosani chiqarishimiz kerakki, dunyodagi hamma yo'l zalolat. Bunda shak shubha qilmasligimiz kerak. Magar Allohning kitobi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklari asosidagi yo'l to'g'ri deb bilmoqimiz kerak. Bundan boshqa hamma yo'l xato. Bunda shak shubha yo'q deb bilmoqligimiz kerak. Shu birinchi savollarida meni sunnatlarimni yo'lidan boshqa yo'lni yo'l tutishadilar va mening hadiy yo'llanmamdan boshqa yo'l bilan yo'l olib ketishadilar. Mana shu belgilari dedilar. Fasod shu yerdan boshlanadi dedilar. Mana bu narsani o'zimizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hali bir yomonlik hidi bo'lmagan vaqtda ogohlantirdilar. Shu yomonlik qiyomatgacha birodarlar bizni kitobi sunnat yo'liga zid yo'llar paydo bo'laveradi. Shuning uchun bu yo'llar Allohni inkor qilgan yo'llar bo'lsa juda sodda bo'ladi. Biz bilamizki bu islomga zid yo'l deb. Bu yo'llar tarixda davomiy suratda Alloh subhanahu va taoloni bu haq yo'liga qarshi bo'lgan yo'l avvalda islomga butun to'g'ri qarshilik bo'ldi. Lekin bu to'g'ri qarshilik foyda bermadi. Bunda musulmonlar o'zlarining dinlarini mahkam ushlashdi. Shuning uchun islomga qarshi yo'l birinchi. Agarchi biz mana shu masjidda o'tirgan bo'lsak, ham aytamizki, birodarlar, birinchi dini islomga zohirda yo'l berishlik bilan bo'lgan yo'ldan ehtiyot bo'lmoqlik kerak. Islomga zohirda ba'zi bir ibodatlarga ruxsat bo'lib, haqiqiy islomning ma'nosini tushunishlikka qarshi bo'lgan yo'ldan ehtiyot bo'lmoqlik kerak. Bunda juda ko'p odam haligi tutun bilan ichidagi yaxshilikka aldanatda tutun bilan ishi bo'lmay qoladi. Shuning uchun islom dushmanlari aniq bilishganki, islomga qattiq ro'baro qarshi bo'lishlik hech qanday foyda bermagan. Shuning uchun biz har qanaqa yo'lni kitobi sunnatga taqqoslamoqligimiz kerak. Bunga zid bo'lgan yo'l hech kim bo'lishligidan qat'iy nazar botil deymiz. Ikkilanmasligimiz kerak. Har qo'lni kitobi sunnatga taqqoslamoqligimiz kerak. Bunga zid bo'lgan yo'l hech kim bo'lishligidan qat'iy nazar botil deymiz. Ikkilanmasligimiz kerak. Bunday yo'l bizning tashqarimizdan paydo bo'lmaydi, birodarlar. Musulmonman degan, islom degan nomlar bilan paydo bo'ladi. Islomga iymon keltirganimizga o'xshagan islomning buyruqlarini avvaldan tortib oxirigacha bo'lgan hukmlarga iymon keltirmoqligimiz kerak. Va shuni hayotimizga tatbiq qilmoqligimiz kerak. Islom ko'rsatmalari asossiz, islom ko'rsatmalaridan tashqarida turib, islomga amal qilishlikni da'vo qilishlik bir kazzoblikdan boshqa narsa emas. Shuning uchun mana bu hadis sharifni hammamiz o'zimizga bir xulosa chiqarib olishimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolo bizlarni dovdiraydigan xalqlar qilib qo'ymadi. Alloh subhanahu va taolo bizlarga payg'ambar jo'natdi. Muhammad alayhisalomni payg'ambar qilib Qur'oni Karimni nozil qildi va u kishi o'zlarining hadisi muboraklari bilan Qur'oni Karimni izohlab berdilar va u kishidan sahobalar olishdilar. Sahobalar Qur'oni Karimni tushungandek tushunamiz va u kishining tobe'lari, tobiinlar tushungandek tushunamiz va bularga ergashgan kishilar asosi tushuntirgan asosda biz islomni tushunamiz. Qur'onni shunday tushunamiz. Bundan boshqa bu Qur'oni Karim va hadisi muborakdan boshqa yo'llarni biz albatta ikkilanmagan holatda botil deymiz. Shunday bo'lmoqli. Iymon shu.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning siratlariga, hayot va yo'llarida va hukmlarida biz ko'proq hukmlarini esdan chiqarganmiz. Mana shu holatlarda hammasida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ko'rsatmalari asosida biz yurmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning da'vatlari birinchi tavhid bilan boshlangan. Tavhidni biz davomiy suratda gapirar ekanmiz, biror bir suhbatimiz tavhid zikrisiz o'tmasligi kerak. Alloh subhanahu va taolo butun olamni o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratdi. Va man xalaqatul jinna val insa illa liya'budun. Inson va jin toifasini faqat o'zimgagina ibodat qilishlik uchun yaratdim deydi. Payg'ambarlarni Alloh subhanahu va taolo tavhidga da'vat qilishlik uchun payg'ambar qilib jo'natdi. Qur'oni Karim tavhidga eng ko'p ehtimom qilgan masala, mavzu tavhid mavzusidir. Va shirkning zararini, kishiga, butun jamoatlarga shirkning zararini bayon qildi. Va bu shirk dunyodagi halokat sababi deb bayon qildi va do'zaxdagi abadiy qolishlik. Alloh subhanahu va taolo gunohini kechirmaydi shirk keltirgan kishini deb o'zining kalomida yod qildi. Astagfiru billah va ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sizdan ilgari deydi Alloh taolo Muhammad alayhisalomga biror bir payg'ambar jo'natgan bo'lsak, vahiy qildikki la ilaha illa ana. Allohni yakka ma'bud ekanligini, fa'buduni, Allohga ibodat qilishlikka buyurdim deydi Alloh taolo. Ya'ni o'zimga ibodat qilishlikka buyurdim deydi Alloh taolo. Biror bir payg'ambarga shu narsa nozil bo'lmay qolmagan. Albatta payg'ambar jo'natilgan bo'lsa, shu vahiy keldi, bu vahiy vahdoniyatga chaqirildi, yakka Allohga ibodat qilishlikka payg'ambar chaqirdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 13 yil Makkada turdilar, xalqlarni yakka Allohga ibodat qilishlikka va la ilaha illalloh kalimasini aytishlikka chaqirdilar. Ya ayyuhannas qulu la ilaha illalloh. Ey odamlar, la ilaha illalloh deylar dedi. La ilaha illalloh kalimasini arab kishisi yaxshi tushunardi. Iloh kalimasi ma'bud degani edi. Ya'ni sig'ini ular bu kalimani eshitgan kishilar Allohni inkor qilmasdi, birodarlar. Allohni bor deyishardi. Koinotni, yerni kim yaratgan desa Alloh deyishardi. Koinotni, yerni kim boshqaradi desa, ular avliyolar boshqaradi demasdi. Ular qutublar boshqaradi demasdi. Alloh boshqaradi derdi. Hozirgi vaqtdagi mushriklardan ko'ra ancha tuzuk edi ular. Koinotni, yerni boshqaradigan bu yerda bir qorovulota yoki boshqa bir buloq yo boshqa bir daraxt yo bir tog' boshqaradi demasdi. Ular Alloh boshqaradi derdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ey odamlar la ilaha illalloh deylar degan kishilar Alloh koinotni, yerni yaratgan, Alloh koinotni, yerni boshqaradi deyishardi. Alloh rizq beradi deyishardi. Rizqni boshqa bir tepaliklardan talab qilib kelishmasdi. Allohdan talab qilishardi. Alloh o'ldiradi deb jang qilishardi. Alloh tiriltiradi deyishardi. Biror bir hayvonni oshni ustiga olib kelsa, mishiqni olib kelsa, bir kishi biz ajdodlarimizdan shunday bo'lgan ekanki, bu yengini uchi bilan shunday qilsa tiriltirib yorgan deyishmasdi ular. Bu darajada shirkka kirishgan emas edi ular. Ular Alloh tiriltiradi deyishardi. Qul man yarzuqukum minas samai val ard. Amman yamliku as-sam'a val absar. Va man yukhrijul hayya minal mayyit va yukhrijul mayyita minal hayy va man yudabbiru al-amr. Fasayaquluna Allah.
Alloh deyshadi. Mana shu savollarga kim osmon va yerdan rizq beradi? Kim koinotni yerni boshqaradi? Kim o'likni tirikdan chiqaradi, tirikni o'likdan chiqaradi? Kim sizlarga bu koinotni yerni boshqaradi va hokazo mana shu savollarning hammasiga Alloh deyshadi. Faqul afala tattaqun. Shu sifatlarni Alloh yakka ekanligini tan olib, nimaga ibodatni Allohni o'ziga qilmaysizlar? Shundan Allohdan qo'rqmaysizlarmi boshqa narsalarga ham ibodat qilishlikda? O'zingizlar bilan Allohning o'rtasida vosita qilishlikdan Allohdan qo'rqmaysizlarmi dedilar. Biz buni yaxshi anglashligimiz kerak. Biz Allohni bor deyishligimiz, Allohni rizq beradi deyishligimiz, Alloh koinot yerni boshqaradi deyishligimiz bizni jannatga olib kira olmaydi, birodarlar. Bu o'zining so'z. Albatta biz shunday deb tan olamiz. Lekin bu bilan birga ibodatni faqat Allohning o'ziga qilmoqligimiz kerak. Mana bu narsa la ilaha illalloh kalimasining ma'nosidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ey odamlar, la ilaha illalloh deylar deganlar kishilar mana bunday e'tiqodlari shu darajada edi. Lekin o'zlari bilan Allohning o'rtasida har xil vositalar qilishgandi. Bu vositalarga ibodat qilyapmiz. Bu vositalarni biz yaratuvchi deb tan olmaymiz deyishardi. Biz bilan Allohning o'rtasida vosita bo'ladi deyishardi. Shuning uchun mushrik bo'lishdilar. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelishmadilar va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan ular o'rtasida jang bo'ldi. Va shu jangda o'lgan kishilar shahid bo'ldi, birodar. Mana bu narsani biz bilmoqligimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tavhid asosida mana qul innama ad'u robbi va la ushriku bihi ahada. Rabbimga duo qilaman dedilar. Duo ibodatni, ad-duo mukhul ibada. Duo ibodatning mag'zi. Rabbimgagina duo qilaman. Arab tilini bilgan kishilar bilib turibdi. Innama ad'u robbi, faqat Rabbimga duo qilaman. Shu kalimani o'zi bilan cheklanmayapti Qur'oni Karim. Va la ushriku bihi ahada. Allohga hech bir narsani sharik qilmayman. Innama ad'u robbi o'zi kalima faqat Rabbimga ibodat qilaman, hech narsani sharik qilmayman degan ma'noni bildiraveradi. Lekin kamoli ta'kid bo'lib va la ushriku bihi ahada kelyapti. Shuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo ayting deyapti. E'lon qiling. Kimlarga? Allohni bor deganlarga, Allohni rizq beradi deganlarga, koinot yerni Alloh yaratgan, koinot yerni Alloh boshqaradi degan kishilarga men Rabbimgagina duo qilaman, Rabbimgagina sig'inaman, Rabbimga hech bir narsani sharik qilmayman deng. Ahada kalimasi yana bir diqqatga sazovorki, ular sharik qilgan narsalar bizning davrimizdagi mushriklar sharik qilgan narsalarga past narsalar emas edi. U davrdagi sharik qilingan narsalar katta. Nuh alayhissalomning davrida yer kurrasi suvning ostida qolib ketgan va shulardan qolgan pokiza avlod ajdodlarning ramzlari edi. U ramzlar, butlar, ular Nuh alayhissalom bilan birga kemada salomat qolgan Allohning ulug' bandalari edi. Mana shularni shakllarini qilib, shularni Alloh bilan biz o'rtamizda vosita. Chunki ular butun najot topgan kishilar deb, katta kishilar deb turib sig'inishardi. Ahadan, ya'ni ular ko'proq odamlarni sharik qilishgan edi. Odamlarning eng solihlarini sharik qilishgan edi. Ba'zilar bo'lsa ahli kitoblar, nasorolar Iso alayhissalomni sharik qilgan edi. Yahudlar bo'lsa Uzayr alayhissalom payg'ambarlarni sharik qilgan edi. Mana bu narsa, buni shuni sharik qilgan kishilarga Rabbimgagina duo qilaman, hech bir kishini Rabbimga ibodat qilib duo qilayotganimda sharik qilmayman deb e'lon qiling deb Alloh taolo buyurdi. Biz mana bu narsani yaxshi tushunmoqligimiz kerak. Tavhid bu najot sababidir. Agar bu tavhid topilmasa, amallar hammasi shirk bo'lib qolsa botil bo'ladi, birodarlar. Lakin ashrakta la yahbatanna amaluk. Agar shirk amali sodir bo'lsa deb Muhammad alayhisalomga Alloh taolo xitob qilyaptiki, amalingiz habata bo'lishligida shak shubha yo'q deyapti. Rasul sallallohu alayhi vasallam o'zlarining tobilarini kichkinalikdan tavhid asosida tarbiya qiladilar.
amakilarining o'g'li Abdulloh ibn Abbos bu kishi yosh edilar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlarida juda yosh edilar bu kishi. Bu kishi vallohu alam u kishi hech 20 ga bormagan edilar. U kishi 20 ga ham emas 15 ga ham bormagan edilar. Abdulloh ibn Abbos yosh edilar. Bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tahorat qilmoqchi bo'lib ketganlarida suv olib borganlarida 5 yoshar edilar. Ana kichkinalikdan bu kishiga bir nasihatlarning bittasi idza sa'alta fas'alillah. Bir narsa so'rasang Allohdan so'ra dedilar. Va idza sta'anta fasta'in billah. Yordam so'rasang, yordam talab qilsang Allohdan yordam talab qil dedilar. Imom Tirmiziy rivoyatlari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yoshlikdan shunday tarbiya qildilar. Hatto ashoblarni biror bir joyga jo'natsalar, ularni birinchi chaqiradigan narsalari tavhidga bo'lishligini ogohlantiradilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Muaz ibn Jabalni Yamanga jo'natayotganlarida aytdilarki: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. birinchi chaqiradigan narsangiz la ilaha illalloh shahodati bo'lsin. Kimlarga aytdilar? Ular bizga Tavrot tushgan degan. Tavrotni yod qilgan, Tavrotga amal qilyapmiz deb da'vo qilgan ahli kitob, ahli ilmlarni oldiga Yamanga Muaz ibn Jabalni jo'natib, birinchi da'vatingiz la ilaha illalloh shahodatiga bo'lsin dedilar. Allohning borligini unashardi. Ular ahli kitobmiz derdi. Balki Quraysh arablarini ular johillar deyishardi. Mana shunday ilmni da'vo qilgan kishilarga la ilaha illalloh shahodatini da'vat qilishlik birinchi da'vatingiz bo'lsin dedilar. Agar hozir biror bittamiz shu xalqlarga "Ey odamlar, la ilaha illalloh deylar" deb payg'ambarlarning so'zini aytsak, biz hali la ilaha illalloh demayapmizmi deydi. Ya ayyuhannas, qulu la ilaha illalloh. Ey odamlar, la ilaha illalloh deylar degan kalimani aytadigan bo'lsangiz, biz hali la ilaha illalloh demayapmizmi deydi. Biz la ilaha illalloh kalimasini hayotga tatbiq qilishlikka chaqirmoqligimiz kerak. Shahodat kalimasiga yana bir to'xtalib o'tamiz. Birinchi da'vat qilgan narsangiz la ilaha illalloh shahodati bo'lsin. Guvohlik deb nima aytamiz? Bir kishi guvohlik bersa, uning guvohlik turishligi guvoh bo'ladigan bo'lsa, uning masalan mo'minligiga turishligi dalolat qilishligi kerak. Yo'inki uni o'g'rimasman desa, uni o'g'rimaslikka guvohlik berishligi kerak. Shu guvohlik bu tilda o'zi bilan bo'lmaydi. Bir kishi o'zi haqiqatda o'g'ri bo'lsa, o'g'rimasman deyishligi bilan guvohlik o'tmaydi, birodarlar. Guvohlik degan so'z uning har bir harakati shu aytayotgan so'ziga guvohlik bo'lishi kerak. Demak, la ilaha illalloh kalimasini aytsa-yu, u tilda o'zi bilan bo'lmaydi. Bir kishi o'zi haqiqatda o'g'ri bo'lsa, o'g'rimasman deyishligi bilan guvohlik o'tmaydi, birodarlar. Guvohlik degan so'z uning har bir harakati shu aytayotgan so'ziga guvohlik bo'lishi kerak. Demak, la ilaha illalloh kalimasini aytsa-yu, duoni boshqa narsaga qilsa, bu guvohlik emas, birodarlar. Buni turishligi la ilaha illalloh demayotgan odamga guvohlik beradi. La ilaha illalloh desa-yu, o'zi sig'iniladigan ma'bud yakka desa, nazrni boshqa narsalarga qilsa, bu la ilaha illallohga bo'lgan shahodatning aksidir. La ilaha illalloh desa, yordamni boshqadan so'rasa, bu la ilaha illallohning aksiga bo'lgan shahodatdir. O'zi la ilaha illalloh desa, la ma'buda illalloh, sig'iniladigan zot yagona desa-yu, hukm
Allohning hukmini qabul qilmasdan, Allohning hukmi endi zamonga muvofiq bo'lmay qoldi desa-yu, bashar hukmini qabul qilsa, la ilaha illalloh degan so'zi u aytayotgan so'ziga aksdir bu. Shuning uchun biz tavhid degan ma'noni shunday tushunmoqligimiz kerak. Allazina amanu va lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn va hum muhtadun. Iymon keltirgan kishilar, iymonlarini zulmga aralashtirmaganlar, bularga haqiqiy xotirjam bo'lgan kishilar, oxiratda to'la xotirjam bo'lgan kishilar shular, va hum muhtadun, dunyodagi haqiqiy hidoyatlangan kishilar shulardir. Bu oyat nozil bo'lganda Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilinadiki, musulmonlarga bu juda og'ir bo'ldi. Chunki oyatning zohiriy ma'nosi iymon keltirgan kishilar iymonlarini zulmga aralashtirmagan bo'lsa. Va qalu, musulmon ashoblar aytishlarki, ayyuna la yazlimu nafsahu. Bir zulm qilmagan odam bormi? Albatta hech bo'lmasa o'ziga zulm qilgan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, laysa zalik, innama huwa shirku. Alam tasma'u qawla Luqman libnihi, ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, bu zulmdan murod bu yerda shirk dedilar. Mana Luqman o'zlarining o'g'illariga nasihat qilganlarda, ey o'g'ilcham, Allohga hech bir narsani sharik qilmang. Shirk bu katta zulmdir deydilar. Shirk demak katta zulm. Iymon keltirib iymonlarini shirkka aralashtirmagan kishilar, haqiqiy oxiratda xotirjam bo'lgan kishilar, hamma qo'rquv, g'amginlikda turganda bular xotirjam bo'lgan kishilar va hayotdagi haqiqiy hidoyatdagi bo'lgan kishilar shulardir. Ba'zi vaqtlarda birodarlar shu shirk haqida kishilarni faqat Alloh subhanahu va taologa sig'inishlikka, Allohdangina madad so'rashlikka, Allohdangina yordam so'rashlikka va Allohgagina qurbonlik qilishlikka, Allohgagina nazr qilishlikka, shu ibodatlarning hamma turlarini Allohning o'zigagina qilishlikka chaqirilgan vaqtda odamlar bizi tarafdagi kishilar ko'proq Shayx Abdul Qodir Jiloniyni ko'proq misol qilishadilar. Bu kishilarning kitoblarini bittalari ham ko'rishgan emaslar. Agar Abdul Qodir Jiloniyni, u kishining tavhidga bo'lgan chaqiruvlarini agar o'qishganlarida, u kishining mashhur G'uniya kitoblari bor. To'la tavhid bilan to'la. Faqat u kishi yakka Allohga ibodat qilishlikka o'rgatganlar. Va Al-Fathur Robbani degan kitoblari bor. Al-Fathur Robbani kitoblarida ham faqat bir Alloh subhanahu va taoloni o'zigagina ibodat qilishlikka chaqirganlar. Al-Fathur Robbaniyda keltirgan bir so'zlarni o'qib bermoqchiman. Chunki bizning tarafimizda hamma kishilar bu kishiga sig'inishlikni ibodat deb, islom deb biladi. Bu kishi albatta qiyomatda bu kishining oldida javob berishadiki, bunday narsani Abdul Qodir Jiloniy bunday so'zlarni aytishlikdan pokdir. Al-Fathur Robbaniydagi so'zlardan salulloha va la tas'alu g'ayrahu. Allohdan so'ranglar, boshqadan so'ramanglar. Istainu billah va la tasta'inu bi g'ayrihi. Allohdangina yordam so'ranglar, boshqadan yordam so'ramanglar dedilar. Abdul Qodir Jiloniyning so'zlari Al-Fathur Robbaniyda. Wayhaka bi ayyi wajhin talqahu ghadan wa anta tunazi'uhu fi dunya mu'ridun anhu muqbilun ala khalqihi mushrikun bih. Tunzilu hawaijaka bihim wa tattakilu bil muhimmati alayhim. ارفعوا الوسائط بينكم وبين الله فإن وقوفكم معها هوس لا ملك ولا سلطان ولا غنى ولا عز إلا للحق عز وجل كن مع الحق بلا خلق. ويحكى ويقرب ketgur dedilar. Oy holingga boyseniz dedilar. Qaysi yuz bilan ertaga Rabbingga ro'baro bo'lasan? Sen bo'lsa dunyoda Rabbingning hukmini qilmasdan turib, Rabbingdan yuz o'girib va Rabbingdan yuz o'girib Rabbingni xalqiga qarab, ya'ni qaraganing Rabbingga shirk keltirib,
hojatlaringni xalqqa tushirib qanday Rabbingga ro'baro bo'lasan? Va u muhim ishlaringda xalqqa suyanib turib qanday Rabbingga ertaga ro'baro bo'lasan? Oshkor gapirgan ekanlarki so'zlarini, buni bir ta'vil qilib olmasin deb. Irfa'ul wasa'ita baynakum va baynalloh. O'zingizlar bilan Allohning o'rtasidagi vositalarni ko'taringlar dedilar. Yo'qotinglar bularni dedilar. Chunki bu vositalar bilan sizlarni turishinglar havas, ya'ni ma'nosizlikdir bu. Podshohlik ham Allohdan boshqaga emas. Sulton ham Allohdan boshqaga emas. G'ino, haqiqiy g'ino va azizlik ham Haq azza va jalladan boshqaga emas. Sen haq bilan bo'l. Har bir ishda Alloh bilan bo'lgin. Xalq bilan bo'lmagin degan ekanlar. Ya'ni hojatlaringni haqqa tushirgin, xalqqa tushirmagin degan ekanlar. Mana Abdul Qodir Jiloniyning so'zlari. Bu yerda shu so'zni ham aytib o'tishimiz kerakki, insonlar qodir bo'lgan narsalarda, takror aytamiz, odamlar qodir bo'lgan narsalarda, odamlardan, tirik kishilardan, ro'baro'yizda turgan odamlardan yordamlanishlik, yordam istashlik bu shirk emas bu. Asli bu yaxshi ishlarda yordam talab qilishlik, bir-biriga yordamlashish, ya'ni o'rtoqlashish Alloh subhanahu va taoloning buyrug'idir. Va ta'avanu 'alal birri wat taqva va la ta'avanu 'alal ismi val 'udwan. Yordamlashinglar yaxshi taqvo ishlar ustida, gunoh ishlar ustida yordamlashmanglar. Ya'ni ta'avun boshqa, isti'onat boshqa. Isti'onat yordam talab qilishlik inson qodir bo'lmaydigan ishlarda. Allohdan talab qilinadigan yordamlarni odamdan talab qilishlik bu isti'onat shirkdir bu. Ta'avun men qodir bo'lmagan narsaga siz yordam berishlik, siz qodir bo'lmagan narsaga meni yordam berishligim. Bu ta'avun Alloh subhanahu va taolo tarafidan biz ma'murmiz bu narsaga. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Vallohu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Imom Muslim rivoyatlari. Alloh bandaga yordam beradi, modomiki banda birodariga yordam beraversa. Mana bu yordam berishlik, bu haqda hadislar hammamizga bu ma'lum mana. Darsimizda bir ikkita savollar bo'lgan, shu savollar bo'lganligi uchun men ba'zi bir savollarga javob berishlik bilan ham o'tkazdirmoqchi edim. Ba'zi birodarlar Qur'oni Karimdagi payg'ambarlar qissalari bayon qilinayotgan ba'zi narsalarni o'qishlik natijasida qalblari taskin topmaganligi sababli ba'zi savollar qilishdi. Bu savol shunga bizni ko'rsatdiki, shuni aytishligimiz, hozirgi vaqtda birodarlar arab harflari bilan chiqarilmayotgan kitoblar ko'plari hech kim islom kishilari buni tekshirishlikdan chetda bo'lganligi uchun kitobi sunnatga zid bo'lgan, bedagi ko'p tagi bo'sh bo'lgan kitobchalar ko'payib ketganligi uchun hamma kitobni qalbiylar taskin topgan, kitobi sunnatni bilgan, Qur'oni Karimning ma'nolaridan xabardor bo'lgan, hadis sharifning xabarlardan, hadisning ma'nolaridan xabardor bo'lgan kishilarga ko'rsatishlik natijasida o'qimoqlik kerak birodarlar. Shunday mana ko'pchilik agar shu narsani men o'qiganim yo'q, o'qiganlarni xabari bo'yicha Qur'oni Karim qissalaridan Davud alayhissalomni Davud alayhissalomning qissasi haqida juda bir u kishini haqida nihoyat darajada hech kitobi sunnatga to'g'ri kelmaydigan, u kishining ulug' payg'ambarligiga to'g'ri kelmaydigan so'zlarni bayon qilinganligini aytishdi. Bu narsa shuni ko'rsatadiki,
Bu faqat hozirgina emas, birodarlar. Bu arab tilidagi, hatto tafsirlarning ko'pida ham, hali o'zbek tilidagi emas, arab tilidagi tafsirlarning ko'pida ham odamlar biz ko'p narsani noto'g'ri bir tafsirlar orqali tarqatilganligi, buni Qur'oni Karimning ruhini, hadis muborakning ruhini bilgan kishilar ajratib olishadi. Biz Qur'oni Karimga nisbatan Qur'onni Alloh subhanahu va taolo tarafidan nozil bo'lganligiga iymon keltiramiz. Biz qanday hurmatda bo'lmoqligimiz kerak? Qur'on oldidagi vazifamiz nima? Birinchi, haqiqiy tilovat qilmoqligimiz kerak. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, "Allazina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilavati, ulaika yu'minuna bih." Mana shu oyatda, ya'ni ahli ilmlar Qur'onni haqiqiy tilovat qilishadi. Bulargina haqiqiy Qur'onga iymon keltirgan kishilar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytganlarki, "Vallazi nafsi biyadihi, inna haqqa tilavatihi an tuhilla halalahu va yuharrima haramahu va yaqra'ahu kama anzalahu Allah va la yuharrifu al-kalima an mawadhi'ihi va la yuharrifu al-kalima an mawadhi'ihi va la yata'awwala minhu shay'an ala ghayri ta'wilihi." Nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki, ya'ni ruhim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichamanki, Allohga qasam ichib aytamanki, haqiqiy Qur'onni tilovat qilish, Qur'on halol degan narsani halol deb e'tiqod qilish, harom degan narsani harom deb e'tiqod qilish va Qur'on nozil qilingandek tilovat qilmoqlik va biror kalimani o'rnidan o'zgartirmaslik, ya'ni ma'nolarini o'zgartirmasdan bayon qilishlikdir. Va Qur'on o'zi ta'vil qilgan uslubdan boshqa ta'vil bilan ta'vil qilmaslikdir degan ekanlar. Qur'onni biz tushunmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tushungandek va sahobalar rizvanullohi alayhim, salafi solihlar tushungandek tushunmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qur'onni so'zlari bilan, fe'llari bilan bayon qildilar. Biror bu biz o'zimizcha jur'at qilmasligimiz kerak, birodarlar. Dunyo va oxiratning saodatini o'z ichiga olgandir. Qur'onga amal qilishlarning bittasi iqro'ul Qur'ana va'malu bihi va la ta'kulu bihi. Qur'onni o'qinglar, Qur'onga amal qilinglar. Amal qilishlikning birinchi belgisi Qur'on bilan bir narsa topib yemanglar. Ya'ni Qur'onni sotmanglar. Va la ta'kulu bihi. Boshqa hadis shariflarda bir qavmlar keladiki, Qur'on bilan Qur'onni sotib yeydiganlar keladi degan hadis muboraklar bor, birodarlar. Birinchi amalning birinchisi va la ta'kulu bihi, Qur'on bilan, ya'ni Qur'onni sotib bir narsa yemanglar dedilar. Shuning uchun ham mana shu yerdagi Davud alayhissalom haqida bo'lgan sura-i Sodda bo'lgan Qur'oni Karimning so'zma-so'z tarjimasini, ma'nosining tarjimasini bir aytmoqchimanki, bir qisman shu salafi solihinlarni o'zini shu Qur'on ruhi, Qur'onni o'zi bilan tafsir qilinsa, Qur'on tushunarli bo'ladi. Mana bu yerda avval yomonlikni aytilmasa, yaxshilik tushunilmaydi, birodarlar. Shunday bo'lganki, Davud alayhissalom haqidagi bu yerdagi tafsirlar na'uzu billah, yomonlikni aytilmasa, yaxshilik tushunilmaganligi uchun bayon qilamiz. Davud alayhissalomning 99 ta ayoli bor deb, u kishining bir jangga bir kishini lashkar boshliqlaridan bittalarini, ayollarini hatto yuvayotgan vaqtda ko'rib, u kishining lashkar boshliqlarini bir kishini lashkar boshliqlaridan bittalarini, ayollarini hatto yuvayotgan vaqtda ko'rib, u kishining lashkar boshliqlarini
jangga jo'natib, jangda o'lganlardan keyin buni olgan degan so'zni shu oyatning tafsirida hozirgi vaqtda ham, undan ilgarigi vaqtlarda ham ba'zi bir bo'sh Isroiliyotil Yahudlarning to'qimalarini asosida bo'lgan tafsirlarga suyanib qolgan kishilar shunday bayon qilishgan. Qur'oni Karimda bu narsa yo'q, birodarlar. Qur'oni Karimdan qanday qilib buni makr bilan uni bayon qilishgan. Mana bu joydan biz hozir o'zimiz bayon qilamiz. Alloh subhanahu va taolo Davud alayhissalomga har bir payg'ambarga o'ziga xos bir xususiyatlar berganga o'xshagan bu kishiga Alloh taolo tog'ni bo'ysundirdi. Qushlarni bo'ysundirdi. Bu kishi qushlar bilan, tog'lar bilan, xuddi butun mavjudot bilan Alloh subhanahu va taologa tasbih aytadilar. Bu kishi katta, juda ham ibodatli kishi edilar. Hayotlarini ikki qismga oyat mazmunidan shuni bilamizki, bir qismi faqat Alloh subhanahu va taoloni o'ziga ibodat qilib, mehrobda ibodat qilardilar. Bir qismini xalqni hojatlarini bajarishlikka va ular o'rtasidagi kelishmovchilikni ajratib hukm qilishlikka bag'ishlardilar. Bu kishiga Alloh subhanahu va taolo biz hikmat berdik deb maqtaydi. Va shaddadna lahu mulkahu va ataynahu al-hikmata va fasla al-khitab. Biz u kishiga mulk berdik, podshohlik va hamda hikmat berdik, har bir narsani hal qiladigan va fasla al-khitab, tezda eshitilingan so'zni hal qiladigan ilm berdik deyapti Alloh taolo. Lekin inson har qancha ilmlik bo'lsa ham, har qancha odamlarning o'rtasida hukm qilishlikka qodir bo'lsa ham, inson bo'lib qolaverishligi uchun Alloh subhanahu va taolo imtihon qildi. Va hal ataka naba'ul qasm. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo sura-i Sodda sizga bu xasm, husumat xabari keldimi sizga? İz tasavvarul mihrab. Mihrobni tasavvura devordan shunday tushishligini aytadi. Mihrobda ibodat qilib turgan vaqtlarda bu kishi devordan shunday tepadan mihrobga tushdi, husumat qilib kelishmagan kishilar. İz dakhalu ala Davuda, Davud alayhissalomning oldiga kirishdi. Fafazi'a minhum, qo'rqib ketdilar. Ya'ni mihrobda ibodat qilib turganlarda bu kishini oldilariga hech kim kirmasdi. To'satdan kirganligidan bu kishi qo'rqib ketdilar. Qalu la takhaf, ular aytishdi qo'rqmang deydi. Xosmani bag'a ba'duna ala ba'din. Bu yerda ba'zisiga tajovuz qilgan ikkita husumatchi. Ya'ni biz ikkita husumatchimiz bitamizga tajovuz qildi. Fahkum baynana bil haqq va la tushtit wahdina ila sawa'is sirat. Biz o'rtamizda haq bilan hukm qiling. Unaqa to'g'ri yo'lga yo'llang, har xil tarafga yurmang. To'g'ri bilan, haq bilan hukm qiling o'rtamizda deyishdi. Inna hada akhi lahu 99 na'ja va liya na'jatun wahida. Mana u birodarim dedi. Gapirayotgan kishi. 99 ta buning na'ja qo'yi bor edi. Meni bitta qo'yim bor edi. Faqala akfilniha. Shu 99 ta qo'yi bo'lib turib, meni bitta qo'yim bo'lib turib, meni shu qo'yini menga berasan dedi. Shu qo'yini kafolati menda bo'lsin, ya'ni menga berasan dedi. Va azzani fil xitob, berasanlar deb qo'ymasdan xitobda meni qattiq men bilan tortishdi. Qattiq gapirdi, berasan dedi. Mana shu soatda agar sizga shu hukmni shunday olib kelsa, shu vaqtda g'azabingiz keladi. Ey noinsof, 99 ta qo'ying bor ekan, buni bitta qo'y bor ekan. Nahotki sen shu 99 ta qo'ying ustiga shu qo'yni ham olasanmi deydi. Deb shu vaqtda insonning g'azabi kelib ketadi. Inson borki, bunga albatta haq shu bitta qo'y bor odamniki deb biladi. Har qanaqa hukm qilgan odam. Chunki odamlar mazlum tarafida turishlik bilan odatlanib qolganmiz. Qala Davud alayhissalom laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji. Seni bitta qo'yingni o'zini qo'yiga qo'shib so'ragan, bu senga zulm qilganligida shak shubha yo'q. Senga qat'an zulm qildi. Va inna kaseeran minal khulata,
sheriklarni ko'pi bir-biriga tajovuz qiladi. Haqiqatda shunday birodar. Dunyoviy sohada yer kurrasida bir sherik olib ko'ring, sheriklar bir-biriga zulm qiladi. Shuning uchun dunyo xususida sherik bo'lgan odam albatta ajralib ketadi. Nima uchun? Sherik bo'lgan odamlarning ko'pi, mana Qur'oni Karim va inna kaseeran minal xulato, sheriklarning ko'pi la yabghi ba'dhum ala ba'd, bir-biriga zulm qiladi. Illallazina amanu, iymon keltirib amali solih qilganlar bundan mustasno. Bular zulm qilmaydi. Va qalilum mahum, ular juda kam zulm qilmaydiganlar. Shunday hukm qilib turganlarida oyatning oqimi shuni bildiradiki, ular g'oyib bo'lishdi. Bular Alloh subhanahu va taolo tarafidan jo'natilgan farishtalar edi. Ikkovlari Alloh subhanahu va taolo mana bu Qur'onda vazanna Davud annama fatannahu. Davud bildiki, biz buni imtihon qilganligimizni bildi deyapti Alloh taolo. Bu voqea imtihon edi. Annama fatannahu. Imtihon qilgan edik deyapti Alloh taolo. Ya'ni, ey Davud, ma'nosi, siz har qancha xitobni shunday hal qiladigan ilmga ega bo'lsangiz ham ehtiyot bo'ling. Ko'rinishi zohir bo'lgan narsadan qarab hukm qilib qo'ymang. Ba'zi bir ko'rinishi qattiq katta zohiri zulm bo'lgan narsalar bo'ladiki, lekin haqiqatda zulm bo'lmaydi. Davud alayhisalom bu yerda ikkinchi xasmni ham hukm quloq solishlari kerak edi. U gapirgandan keyin 99 ta qo'yib bor odamga ham so'z berishlari kerak edi. Bu kishi so'z berishdi, zohirda chidalmasdan bu zulmni eshitdilarda, gapirganlaridan keyin g'oyib bo'lishdilar. Bildilarki, imtihon aka Alloh tarafidan imtihonligini bildilar. Fastagfara robbahu, robbilariga tavba qildilar. Va ruku qilib shu yerda yiqildilarda, Rabbim hozirgi hukmdagi xatoyimga sig'for aytaman deb yiqildilar. Alloh subhanahu va taolo fa bilan keltiryapti. Faghfarna lahu zalik. Shu vaqtda gunohlarni kechirdik. Fa arab tilida darrov kechirdik degan. Ya'ni inson gunohini bilib xato qilishligi bilan, xatosini bilishligi bilan tavba qilsa, shu vaqtda gunoh kechiriladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo shuni bildirdiki, har qanday ko'rinishda zulm bo'lgan narsa bo'lsa ham, o'zi qoida shu ediki, ikkinchi taraf ham gapirishligi kerak edi. Ikkinchi tarafni gap berilmasdan bu yerda bo'lganligi bilan shu kichkina bir xatoni Alloh subhanahu va taolo shuni katta bir xatolarga sabab bo'lib qolishligi uchun bildirdi. Imtihon qildi. Mana bu narsa Qur'oni Karimda bizga bayon qilingan narsa. Bu yerda Yahudlarning to'qimalari asosida ular makkorlik bilan matbaalarga kirib, bizning Qur'onimizga shunday bir har xil rahnalar solishlik bilan mana bunday qilingan bayonlarga aldanib qolgan hozirgi vaqtdagi kishilar bu zalolatga ketadi. Shuning uchun biz to'la bir tushunmoqligimiz kerak. Mana bu Qur'oni Karimning o'zini bayoni bizga. Bu yerda hech Davud alayhisalomni Alloh taolo ni'mal abdu innahu awwab, qanday yaxshi bandam bu deyapti. Allohga qaytuvchi, inobat qiluvchi bandam deyapti. Agar bunday amalni hali aytgan amalimizni 99 ta ayoli bo'lib bunday uning lashkar boshlig'ini jangga jo'natib, u o'lgandan keyin buni kiyimsiz holatda buni ko'rdi degan so'zni agar hayoti bo'yicha din bilan kurashgan odam qilsa ham martabasi pastlaydi uni. Bu Davud alayhissalom birodarlar, Allohning ulug' payg'ambari, Sulaymon alayhissalomning dadalari. Alloh subhanahu va taolo mening qanday yaxshi bandam deyotgan zot. Bu kishi Alloh subhanahu va taolo men bu kishiga hikmat berdim degan zot. Mana bu haqdagi narsani yozgan kishilar bilmasa istig'for etishlar kerak. Bilib yozgan bo'lsa dindan chiqishligida shak shubha yo'q birodarlar. Shuning uchun biz Qur'oni Karimni ya bo'lgan odobimiz Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilamiz. Keyin hadisi muborak bilan tafsir qilamiz. Sahobalar so'zi bilan tafsir qilamiz. Tobiinlar so'zi bilan tafsir qilamiz. Salaf va solihinlar umuman shular tushungandek tushunamiz.
Qur'onni ra'yimiz bilan tushunmaymiz. Xususan Qur'onni yahudlarning to'qima isroiliyotlari bilan tushunmaymiz, birodarlar. Bu xatar yo'l bu. Qur'onni Alloh subhanahu va taolo Qur'on va hadisni, Qur'onni lafzini yu ma'nosini saqladi. Hadisi muborakni saqlab sahih hadislarni bayon qiladigan ulamolarni Alloh taolo yaratdi. Shuning uchun mana bu Qur'onning bizga bayoni. Bu biz shundan xulosa chiqaryapmizki, Qur'on bizga hidoyat bo'lib, har qanday ko'rinishlikda zohiri shunday bo'lgan, zulm bo'lgan narsa to'g'ri bo'lavermaydi, birodarlar. Mana masalan bizning o'zimiz o'rtamizda juda ko'p kambag'al parvarlik bor. Chunki biz kambag'al parvar bo'lgan falsafada o'sganmiz. Nima uchun doim haqiqat kambag'alda bo'laveradi? Bir odam haq badavlatdami, kambag'aldami bilmaymiz. Biz doim kambag'alni yonini olishlik ham xato, xuddi boyni yanini olishlik xato bo'lganga o'xshagan. Biz haqni yanini olmoqligimiz kerak. Ko'rinishda juda ko'p zulm bo'lgan narsalar borki, tekshirib qarasangiz, masalan, bir odam och yalang'och, hech narsasi yo'q, juda oddiy narsalari bor. Bir odam juda badavlat, halol kasb bilan topgan. Shu odamni ikkita odam kelsa-ki, mana shu odam meni uyimga kirib o'g'irlik qildi desa, buni hech narsasi yo'q ekan, qanaqa qilib o'g'irlik qilgan bo'ladi? Seni hamma narsang bo'lsa deyishimiz noto'g'ri-da. Mumkin shu o'g'ridir o'sha. Shuning uchun har bir narsani biz avvalo maqsaddan boshqa tarafga yurdik. Biz Qur'oni Karimni mana bu to'g'ri o'zini Qur'on bilan tushunmoqligimiz kerak. Mana bu yerda Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatning davomida: "Ey Davud, biz sizni yerga xalifa qildik. Odamlar o'rtasida haq bilan hukm qiling. Havoga ergashmang. Havoga ergashishlik Allohning yo'lidan adashtiradi sizni." deb mana bu oyatlarni keldiki, demak, yer yuziga xalifa bo'ladigan kishi, bu xalifa ya'ni inson, u bir tarafdan gapni eshitib hukm qilishligi xato edi. Agarchi u taraf haqqa o'xshab tursa ham. Mana bu oyatning ma'nosi shu. Mabodo shunday bu gapni men savol qilinishlik munosabat bilan shuni aytmoqchimanki, birodarlar, bu hech qanday xolis gap. Bu har bir o'zbekcha kitoblarni hammasini agar ko'ngillarda shubha bo'lishligi bilan avvalo shunday ulamolarni qalbiylar taskin topgan odamga murojaat qilmoqliginglar kerak. Qalbiylar taskin topgan odamdan, kitobi sunnatni bilgan odamdan tekshirib olishlik kerak. Hammamizga tavhid aqidasini nasib qilib, shu tavhid aqidasi bilan o'tib ketishlikni Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in.